Jetour dashing mashinasini oldik akalar, ko'rib turibsizlar. Mashinamiz orqasidan juda ham qattiq urilgan. Mashinamiz ko'tiga Isuzu kirib ketgan akalar, ko'rib turibsizlar. Udar davomida ikkita orqa kurlov, orqa bagaj, fara, bamper, shvellerlar, orqa laboylari sinib ketgan akalar, lekin orqa eshiklarga o'tmagan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamiz o'ta go'zal sostoyanida, mordalari brom plyonka qilingan ekan. Turishlarini qaranglar buni akalar. Alloh sostoyanida akalar. Tonirovka ruxsatlari bor ekan. Egalari Buxorodan murojaat qilib, shunaqa avtomobilimiz bor, sotib olamiz deyishdi akalar. Borib sotib oldik. Xullas mashina o'ta go'zal sostoyanida. Akalar, bu mashinani olib keldik va obzorini ko'rsatyapmiz sizlarga. Xullas butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa pachoqlangan mashinalar sotib olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Yaxshi narxlarda shunaqa inomarka GM avtomobillarni sotib olamiz akalar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Zo'r narxlarda pachoq mashinalarni sotib olamiz. Jetour, meni ko'rsang minib ketaver akalar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.